Okalar, mana bu vidni go'zalligini qaranglar. Mana shu mashinani olinish tarixini men sizlarga hozir mana shu yerda turib aytib beraman. Xullas biz Arashan vodiysiga chiqdik bolalar bilan. Erta faqat ikkita mashina zo'r harakatlandi. Ya'ni bittasi Jeep Wrangler 6.4 motor bilan va ikkinchisi 2 litr turbina motor bilan jihozlangan 212 avtomobili. 212 da men edim. Bu avtomobilni olgan odamni o'zi offroadga tayyor Nissan Patrol 5.6 motorli atmosferniy monster mashinalari bor edi. Offroadga tayyor mashinalari bor edi. Xullas yerda hech qaysi mashina yurolmadi. Prado, Trailblazer, Nissan Patrol. Keyin mana bu mashinani ko'rib, yurishini ko'rib, harakatlarini shu yomg'irda, loyda yurishini ko'rib turib, bir muhabbatlar tushib qoldi deydimi, bir yurak jiz etdi deydimi. Xullas mashinalarini shunday tashadilar-da, korotchi dedilar, kimga kerak bo'lsa olib ketlaring mashinani dedilar-da. Ertasi kuni shunday bordik-da, avtosalonga borib, mana shu 212 avtomobilini sotib oldik va bu yerda ozgina mana bunaqa mordalarni sal o'zgartirish kiritildi faralariga va 35 diska balon qo'yildi va 2,5 dyumli Cayman lift podveskalar qo'yildi. Polniy kuzov bron plyonka qilindi va tonirovkalar qilindi va mana bunaqa shnorkellar qo'yildi. Xullas mashinaga ancha mehr berilgan. Ko'rib turibsizlar, sveji. Mashina xullas yonib turibdi, orqasiga mana bunaqa Defender faralar, mana bunaqa. Assalomu alaykum. Dodam, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Mashinani bir videoga olay dedim, chiroyli mana bunaqa vidda. Salomat bo'ling. Charchabang. Xullas shunaqa. Dodamga xaloqot so'rab qo'ymasam bo'lmadi, salom berib. Xullas shunaqa gap. Nima deysizlar, mashina qanaqa vid beryapti?